Assalomu alaykum. Humoyun Ustovuz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar. Aziz yurtdoshlar, bugun biz yana bir fayzli xonadonga chiroyli qilib zakaz bo'yicha Lexalli Navis zakaz qilishganda, olib kelib xonadonlariga, mana hovlilariga chiroyli qilib ustanovka qilib berdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring, bu o'rnatgan Navisimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Albatta shunaqangi Navis qo'ydirish niyat yurgan aka-ukalarimiz videoni oxirigacha ko'rasizlar. Yo'qsa bittadan like bosib, ekran ostida nomerlarimizni qoldirib o'tamiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Aziz yurtdoshlar, bu Navisimizni Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumaniga olib kelib o'rnashtirib berdik. Akalarimiz bizni ijtimoiy tarmoqda shu kanalimizni kuzatishib, albatta bizga aloqaga chiqishib, chaqirishib bog'lanishganda o'zimiz kelib, bir oy avval o'lchab ketib, mana bir oy deganda olib kelib bitirib, joylariga chiroyli qilib ustanovkasini qilib berdik. Va albatta hozir to'liq bu Navisimizni ma'lumotini berib o'tamiz. Hurmatli yurtdoshlar, bu Navisimiz Lexalli variantda bo'ldi. 100% profil temir mahsulotidan tayyorlaganmiz. Albatta xonadon egalari o'zlariga yoqqan dizayndagi, fasondagi Navisni zakaz qilishganda, albatta chiroyli qilib aytganlaridek qilib olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Endi bu Navisimiz aziz yurtdoshlar uzunasiga 25 metr variantda bo'ldi. Eniga 5,5 metr razmerda bo'ldi. Navisimiz asosiy mana stoyka qismlari 8 ga 8 lik profil bo'lgan, stenasi 2 lik qalinlikda bo'lgan. Tagiga 1 metr joyiga tumbalarini qo'yib, tepalariga mana polni burchak gullarini qo'yib, 2 lik listda lazerda gul o'ydirib chiroyli qilib ishlab berilgan va xorilarini ham lazerli variantda qilib bitirib berilgan. Va albatta bu Navisda katta ahamiyatga ega narsa, tepada qor yoqqanda, boshqa bo'lganda, yuk tushganda baquvvat turishini hisobini olgan holda tepasini albatta har bir firmaning oralig'ini 120 cm danga tashlab va firmalarimizni 4 ga 4 profilga, 4 ga 2 lik profil qilib, chiroyli qilib oralariga gullarini qo'yib, albatta zamonaviy variantda qilib ishlab berilgan. Ko'rib o'zlaring baho berishlaring mumkin va polni tepadagi firmalar ham 1,7 lik stenali qalinlikdagi profildan bo'lgan va har 50 cm ga 3 ga 2 lik profil qo'yib svorkalab o'rnashtirib chiqilgan. Tepasiga aziz yurtdoshlar, albatta zakaz bo'yicha 15 yillik garantiyaga ega yodviy svetdagi Lexandan qatirib berildi. Xudo xohlasa mana yog'in-chachinda, boshqada marakalarda juda foydasi tegadigan chiroyli Navis bo'lib chiqdi. Ko'rib o'zlaring baho berasizlar. Albatta yo'qsa bittadan like bosib, oshna-og'ayni do'stlar guruhlariga podeliska qilib qo'yishni unutmaysizlar. Aziz yurtdoshlar, bu Navisimiz dastavka ustanovkasi ichida 1 kvadrat metri 400 ming so'mdan Lexaning materiali, xizmat haqisi, kraskasi kelib o'lchab ketish va albatta olib kelib o'rnatib berish hamma yo'q ichida 400 ming so'mdan 55 million so'mga kelib o'rnadi. Albatta bu joyimiz salkam 135 kvadrat joy va hozirgi kunda Lexalli Navis, shumkali Navis va oddiy prostoy Navislar 1 kvadrat metri 300 ming so'mdan 700 ming so'mgacha tayyorlab berilyapti. Kelishilgan holda materialni qalin yuqaligiga qarab, tepasi tunuka yoki Lexan shumkali bo'lishiga qarab, albatta o'zimiz bir maslahatlashgan holda, kelishilgan holda qilib beryapmiz har bir murojaat qilgan yurtdoshlarimiz bilan. Xudo xohlasa bu Navisimiz ham juda ham chiroyli holatda chiqdi. Aziz yurtdoshlar, shunaqangi xonadoniga Navis, shumkali Navis yoki uzum-toq qildirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab